Assalamu alaykum, qandoqlar, yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun sizlarga qilish usuli eng oddiy tamoqlarimizga tam qo'shgan qizilmuch qiyomi tayyorlashni ko'rsatmoqchi. Bundan kerakli materiallar: qizilmuch, muvofiq miqdorda samsaq, zanjibil. Oldi bilan men buni qizilmuchni bu hozir cho'ng mana. Buni 5-3 to'g'rab olaman. Bu bizning lag'manlarimizga say qo'rg'anda bo'lsa qandamoqqa sho'xli qiyamining o'rniga silib ishlatsanlar bo'ldi. Andan keyin cho'chir qilsak, cho'chirning suyiga piyoz sho'xini qilmay, mushundan bir quchuq silib etib, sho'rpasini chiqarib qilsak, cho'chirga ajoyib ta'm beradi. Ya'ni baki yeyishlik tamoqlarimizga ta'm qo'shadi. Qilishinglarni umid qilaman. Men oldi bilan qizilmuchimni to'g'rab olay. Mana biz bayam yuyup, adalab, yuyup, qurtib qizilmuchlarimizni bu holatda kesib oldim. Endi men bu ikki pichoqliq menning ichiga silib, buni izime. Bu dastig'inim pokizjimi deb qo'yay. Dastig'imdan eliblam ishlaydi deb qolmanglar. Mana bu holatda mana bu qizillarimizni ezib oldik. Hammasini bu holatda ezib bir dasning ichiga to'kib olamiz. Men mana dasning ichiga to'kib olaman hammani. Lozimni hammani bu holatda ezim hozir. Qizilmuchday, qizilmuchni hammani. Mana lozimimizni bu. Yine qizilmuchni ezib bo'ldik. Endi biz yaxshi qizim. Endi biz samsaq bilan zanjabilni ezimiz. Mana samsaqni ezimiz.